Assalomu alaykum hurmatli bekajonlar. Bugun uy sharoitida osongina lavash tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi navbatda qizib turgan tovaga somoncha shakldagi fileni solib qovuramiz. So'ngra bodring, pomidorni parrak shaklda to'g'rab, lavashlarimizni yoyib olamiz. Birinchi navbatda lavashimizga chesnochniy sous yoki mayonez qo'shib olsak ham bo'ladi. Undan so'ng masalliqlarimizni birin-ketin solib chiqamiz. Xohishga ko'ra kartoshka fri yoki chips qo'shsak ham bo'laveradi. Oxirgi so'ngida qirg'ichdan chiqarilgan sirlarimizni sepib, lavashimizni o'rab olamiz va ikkala tomonini, orqa va oldi tomonini skоворodkada yaxshilab qizartirib olamiz va qarabsizki, lavashimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.